Zakaslar bo'lsa, olaveramiz ana xudo xolasa. Patkulich qildik. Mana suv ketadigan joylar. Ventilyatorimizni ipini shunday tortsak bekiladi. Kerak nima holda bu tomonga ipini ochamiz, ishlayveradi. Ko'shlar olni ketadi germetlar qatigandan keyin. Mana filtr nasosdan burun через filtr nasosga suv keladi. Yeparis qo'ydik mana xudo xolasa. 5 yilga garantiyasi bor yepaladi. Mana to'pliponlarimiz 2 ga 3,5 baniya 2 ga bo'lib turib tashladi to'pliponda effekt yaxshi bo'lsin deb. Kaynalarimizni ham xudo xolasa tozasi, yoniga rozetka qo'yib qo'ydik. Fen bilan narsa ishlatgan va egimiz. Mana dushsimlarimiz berishlaka blogi uchun montajni tashqari montaj qildik. Ko'klarga yopishtirib, svetlarimiz tashqari chiqish ulovlarga yopishtirib tayyor qo'ydik. Xudo xolasa patkulich tayyor bo'ldi.